Assalomu alaykum barchaga. Akil xush kelibsizlar biz YouTube kanalimizga. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa reality haqida gaplashamiz. Esingizda bo'lsa, bundan 1 oy oldin, ya'ni o'sha aprelning 10-sanalar atrofida reality boshlaganmiz. Namangan sharoitida 1 oyda Instagram orqali $10,000 dan balandroq sotuvlarni amalga oshirish mumkinmi? Eng qizig'i 1000 ta stories axfati bilan deb reality boshlaganman. Bu videoni ko'rganlar bor va sahifamizga obuna bo'lib kuzatganlar bor. Shu realitimiz yakunlandi va nihoyat shu qanaqa holatda o'tdi, nimalar bo'ldi, nimalarni bajara oldik va qanaqa bajardik, shular haqida batafsil gaplashamiz. Undan oldin tanishib olsak, ismim Ubaydullo Mamudrozekov. Shu marketing sohasida 4 yilga yaqin faoliyat yuritib kelyapmiz. Shungacha ozmi ko'pmi proyektlar bilan ishladik. So'nggi paytlarda shu performance marketing, zapusklar, sotuvga ishlash bo'yicha ko'proq faoliyat yuritib kelyapmiz. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Bugun sizlar bilan Xudo xolasa hammasi nimadan boshlandi, ya'ni qanaqa bu realityni boshladik, qaydan ilhom kelib qoldi, shu haqida gaplashamiz. Undan tashqari bizni B nuqtamiz qanaqa edi? Ya'ni qanaqa qilib Instagram orqali $10,000 dan balandroq sotuvlarni amalga oshirishimiz mumkin edi yoki prograflar orqali sotuvlarni amalga oshirish mumkinligi, shular haqida gaplashamiz. Undan tashqari uchinchisi prograf o'zi nimaligi, ya'ni bu qanaqa instrumentki sotuvlarni oshirib beradigan. Shu haqida gaplashamiz. Storiesda prograf orqali sotish qanaqa bo'ladi? Buni ham qisqacha o'rgatib ketaman. Bu sizga albatta foydali bo'ladi agar siz tadbirkor bo'lsangiz yoki qaysidir sohada ijtimoiy tarmoqda sahifangizni yuritadigan bo'lsangiz, soha mutaxassisi bo'lib, bu sizga ancha qo'l keladi Xudo xolasa. Va oxirida natijalar bilan bo'lishaman. Rostdan ham biz bu realityni bajara oldikmi, sotuvlarni amalga oshira oldikmi yoki yo'qmi? Kimga nech pullik sotdik? Hammasini realniy keyslar bilan, shartnomalar bilan sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Kelishdik? Unda boshladik. Hammasi nimadan boshlandi? Xullas mart oyidan boshlab agentligimizni yangi sezonga, yangi yilga tayyorgarligini boshladik. Agentligimiz bor, Unique marketing agentligi. Marketing agentligimiz ham mana Xudo xolasa adashmasam 2-yilga qarab ketyapti. Xullas mart oyida boshladik, ofislarni qildik, shahar markazidan jamoani sekin-sekin shakllantirishni boshladik. Jamoada anchagina muammolar bor edi, komandani yig'ib olishda. Chunki men bundan oldin sentyabrdan yanvar oyigacha in-house'da o'zim marketolog sifatida bitta IT o'quv markazida ishladim. U paytda men jamoam po-любому IT o'quv markazi bilan qoldim. Men o'zim bo'ladigan bo'lsam, alohida chiqib, keyin agentligimni davom ettirdim. Sababi u yoqda o'sha natijalarni bajarib, shartnomamiz tugadi. O'zim agentlikni davom ettirish maqsadida boshladik. Mart oyidan marketing agentligimizni yuritishi faoliyatini boshladik. Bitta-ikkita proyektlar oldik. Lekin bu proyektlardan bizga bo'ladigan tushum unaqa katta emasdi. Bu xarajatlarni, ofis xarajati, komanda xarajatlari boshqalarni qoplamasdi. Shunga qanaqadir Xudo dilimga solib qo'ydi, shu ideyasini berib qo'ydi, qanaqadir reality boshlash kerak, kelib qoldi xullas. Shunda konsepsiyasini bitta ishlab chiqdimda, davay 1 oyda Instagram orqali $10,000 dan balandroq xizmatimni sota olaman. Endi bilasizlar, bizning xizmatimiz marketing agentligi bo'lganligimiz uchun biznes egalariga yoki soha mutaxassislariga o'z xizmatlarimizni ko'rsatib beramiz. Ya'ni ularni ijtimoiy tarmoqlar orqali sotuvlarni oshirib beramiz yoki shaxsiy brendlarni qurishda yordam beramiz. Shu produktlarni sotib $10,000 dan balandroq sotishi ideyasi kelib qoldi va o'zimga buni как challenge sifatida qabul qildimda, ideyasini ishlab chiqdim va boshladim. Mani B nuqtam qanaqa edi? Men o'sha $10,000 sotuvlarni amalga oshirishim uchun o'zimni Instagram akkauntimda borgani 280 ta obunachi bor edi o'sha paytda. Men buni o'sha 2,5 ming ta atrofiga olib chiqishim kerak edi va storiesda ko'ruvchilarning sonini примерно men 1000 ta atrofiga olib chiqmoqchi edim. Shu 1000 ta storieslarni ko'radiganlarning orasida men xizmatlarimni sotib $10,000 sotuvlar amalga oshirmoqchi edim. Va bu qisman bo'ldi. Nimaga qisman deyapman? Sababi prograf orqali sotuvlar ham qildik target orqali, Instagramning o'zi orqali ham sotuvlar qildik. Shuning uchun men 100% prograf orqali menga mijozlar keldi, men $10,000 sotuv qildim deb aytishim noto'g'ri bo'lib qoladi, yolg'on bo'lib qoladi. Endi qarang, shu yerda ishni nimadan boshladim? Shu yerda men targetga realityni boshlaganim haqida kreativlar oldim. Примерно 2-3 tacha atrofida target videolar oldik va buni Namangan bo'ylab aylantirishni boshladik. Sababi mana maqsadli avtoram baribir Namanganda edi. Namangandagi tadbirkorlar yoki soha mutaxassislari edi. Targetdagi kreativim shundan iborat ediki, men 1 oy davomida 1000 ta dona stories ko'ruvchilar bilan ham $10,000 sotuvlarni amalga oshirish mumkinligini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman, isbotlab bermoqchiman. Bu uchun sahifamga obuna bo'ling, buni kuzatib boring. Buni qanaqa qilishni o'rgatib boraman degan taklif bilan chiqdim va bu orqali men o'sha boya aytgandek 2,5 ming ta atrofida obunachilarning yig'ishi rejasini qildim. Lekin bu reja amalga oshmadi. Nimaga? Menga 2,5 ming ta obunachi kelgani yo'q. Kelgan bo'lsa 250 ta, 200 ta atrofida obunachi keldi xolos. Nega? Sababi targetda men adashmasam 3 kun aylantirdim xolos. Sababi 3 kun ichidayoq o'zi loyihalar chiqdi. Ular bilan gaplashib, переговор qilib o'sha xizmatlarni sotib qo'ydik. Undan oyog'iga men tushundimki, qolganlarga o'sha fokusimni ajrata olmay qoldim. Ya'ni storiesda prograf qilishga ham vaqtim yetmay qoldi. Shu bilan proyektlar bilan ishni boshladik.
proyektlar qaysi proyektlar, nechta proyekt oldik, bularni xudo xohlasa oxirroqda tushuntirib beraman. O'zi aslida Instagramda rostdan ham 1000 ta dona stories axbati bilan $10,000 dan balandroq sotish mumkinmi? Progress instrumenti orqali. O'zi Progress nima degani? Keling shu haqida ozgina gaplashamiz. Progress bu kommunikatsiya, ya'ni auditoriya bilan aloqa. O'sha siz yig'ilgan obunachilaringiz, auditoriyangiz o'zi bu kim degan holatidan bo'ldi, birorta xizmatingiz yoki produktingiz bormi, men sizdan sotib olaman deydigan holatgacha olib o'tish jarayoniga progress qilish deyiladi. Ya'ni auditoriyani qizdirish, auditoriyani tayyorlash, ularni holodniy holatidan, ya'ni sovuq mijoz holatidan qaynoq mijoz holatiga olib o'tib, ularni sotuvga tayyorlash jarayoniga progress deyiladi. Afsuski buni juda ko'pchilik buni bilishmaganligi uchun, bu instrumentni bilishmaganligi uchun minglab, 10 minglab, 100 minglab hattoki auditoriyaga ega bo'lsa ham stories orqali o'zlari xohlagandaqa sotuvlarni amalga oshirish olmaydi. Bugun men sizga shu instrumentlarni beraman. Qisqacha siz bu instrumentlarni olganingizdan keyin Progress o'zi nima, uni qanaqa qilish kerak, buni ilmini olganingizdan keyin xudo xohlasa o'zingizda qo'llab ko'rsangiz, ancha sizda sotuvlar, konversiyalar boshqalari o'sishni boshlaydi. Kelishdik. O'zi Progress orqali qanaqa sotiladi? Bu o'zi alohida kurs. O'zimning tanishlarim, yaqinlarim Toshkentda buni 2 oylik kurs qilishgan va bu bo'yicha darslar berib kelishyapti. Hattoki qarang, stories to'g'ri yuritish va u orqali sotish ham bu alohida kurs. Lekin men bugun sizga maksimum tushunarli qilib, soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Mijozingizdan sotib olish uchun asosiy 4 ta narsa muhim rol o'ynaydi. Bular nima? Bu mijozlarning og'riqlari, xohishlari, e'tiroz va qo'rquvlari. Mana shu 4 ta narsa sizdan mijoz sotib olishiga yordam beradi. Endi qaysilari deydigan bo'lsak, uni og'riqi va xohishlari sizdan mahsulot yoki xizmatingizni sotib olishiga yordam beradi. Ularning e'tiroz va qo'rquvlari bo'lsa, sizdan sotib olishga to'sqinlik qiladi. Deylik, tasavvur qiling, siz oddiy shu telefon sotadigan do'koningiz bor, yoki qanaqadir xizmat ko'rsatasiz yoki qanaqadir tovar yoki usluga sotasiz. Siz ijtimoiy tarmoqqa yuritdingizda, deylik, borgani 10 ming ta atrofida obunachilaringiz bor. Endi ularga qanaqa qilib stories orqali to'g'ri sotish mumkin? Shu 4 ta narsani ustida ko'proq ishlaysiz auditoriya bilan. Keling mijozlarning og'riqlariga men misol keltiraman. Deylik, siz iPhone telefonlarini sotadigan do'koningiz bor. Sizning mijozlaringiz kim? Deylik, bir qismini oladigan bo'lsak, blogerlar. Ularga siz ularning og'riqlaridan kelib chiqib, storiesda progress qilmoqchisiz. Ya'ni ularning og'riqlariga yechimingiz borligini ko'rsatib bermoqchisiz. Misol, siz iPhone'ni deylik 11 yoki iPhone 12, ya'ni past modelni ishlatyapsiz, bilasiz kamerani sifati ancha pasayib ketgan, siz proyektlaringizda o'zingiz xohlagandaqa videolarni chiqarib bera olmayapsiz. Shuning uchun siz qimmatga ishlay olmayapsiz yoki proyektlarning oldiga borganingizda ishlab bergan videolaringiz orqali xijolat qilib qo'yapsiz. Agar qimmatga sotishni reja qilib turgan bo'lsangiz, sizga mana iPhone 16 ni oxirgi markasini sizga to'g'ri keladi. Bilaman, hozir pulingiz yo'q, lekin menda trading xizmati bor. Sizni eski telefoningizni olib qolib, biz yangisiga bemalol alishtirib bera olamiz. O'rtadagi grantiyani ham bo'lib to'lashingiz mumkin. Tushundingiz-a? Ya'ni siz prosta taklif berishmasdi bu yoqda. Biz sizni iPhone 11 olib qolamiz va uniga mana qilib beramiz, 16 ni qilib beramiz. Siz raziyani bo'lib yuraverasiz emas, uni og'riqdan kelib chiqib storieslarda progress qilib olib boryapsiz. Hozir qanaqa qilib bo'lib progress qilishni ham o'rgataman. Demak, uni og'rig'ini bitta ko'rsatib berib, unga yechim borligini ko'rsatdingiz. Endi uni xohishidan kelib chiqib, misol uchun, deylik, bilamiz iPhone ishlatish, deylik, status qanaqadir hozir bo'lsa ham status beradi do'stlarning oldida yoki переговорlarga borganda, agar u tadbirkor bo'ladigan bo'lsa yoki qaysidir sohada mutaxassis, bilmadim. Tadbirkor bo'ladigan bo'lsa ham bu iPhone ishlatsa qanaqadir status beradi degan, bizda mana shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolgan. Siz unga xohishlardan kelib chiqib status sotishingiz mumkin. iPhone nimaligini? iPhone deylik, переговорlarga borganingizda sizga ozgina ham status berib turishi yoki maktabda o'qiydigan mijozlaringiz bo'ladigan bo'lsa, maktabda ham boshqacha status berishi, hamma do'stlari yoki hamma tanishlari iPhone ishlatadi, u ham iPhone ishlatish kerakligini, ya'ni uni xohishi borligini yana ham kuchaytirib ko'rsatib berish buni storieslarda. Xuddi mana shunaqa, ya'ni auditoriyangiz nima xohlashi va bu sizning mahsulotingiz orqali uni qaysi xohishi amalga oshishi mumkinligini ko'rsatib berish. Ularning e'tirozlari bor. E'tirozlari qanaqa? Sizdan mahsulot yoki xizmatingizni sotib olsam yoki iPhone telefoningizni sotib oladigan bo'lsam, kafolati qanaqa, garantiyasi qanaqa, ertaga misol uchun yonkisi tez tushib ketib qolsa-chi, yoki yetkazib bera olmasangiz-chi, yoki oradagi pulni men to'lay olmasam-chi, yoki shunga o'xshash deylik e'tirozlar bo'lishi mumkin. Yoki siz qimmatsiz yoki men boshqadan olaman, shunga o'xshash e'tirozlar bo'lishi mumkin. Bu e'tirozlarni ham o'sha auditoriyangiz, mijozlarning e'tirozlarini aniqlab turib, siz progresslar orqali ularga yechim berib ketishingiz kerak. Bu yechimni qanaqa berish hozir keyingi qismda o'rgataman. Keyingi 4-chi eng asosiysi bu auditoriyaning qo'rquvlari. Qo'rquv menimcha men o'ylayman, narx masalasida bo'ladi ko'proq auditoriyada. Ya'ni to'la olamanmi oradagi pulni yoki bo'lib to'lash bo'lsam to'la olamanmi yoki qimmat, shunga o'xshash qo'rquvlari bo'lishi mumkin yoki bu mahsulotni olgandan keyin ertaga menga ish bermasa-chi yoki shunga o'xshash, ya'ni qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Siz storieslarda o'sha qo'rquvlarni, auditoriyaning qo'rquvlarini yengib berishingiz kerak. Endi qarang, bu 4 ta narsani storieslarda auditoriyaga ko'rsatib berishni bitta eng sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam sizga,
qizim senga gapiraman, kelinim sen eshit holatda tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi. Shu progress. Mana sodda usuli. Misol uchun, birinchi storiesda qo'yasiz. Bugun ertalabda bitta mijozimiz bizdan norozi bo'lib ketdi. Ikkinchi storiesga qo'yasiz. yoki birinchisiga deylik rasmli tekst bilan qo'ydingizda, ikkinchisiga qo'yasiz video qilib. Ertalabda bitta mijozimiz kelibdi, rosa ham qiziq holat bo'ldi. Aytayaptilarki, men sizdan iPhone telefonni oldim, yo'mkisi birdaniga tushib ketdi, menga alishtirib bering yo pulimni qaytarib bering deb janjal qilib kelib qoldilar. Tushunyapsizmi? Mana autoriyaning og'rig'ini, bo'ladigan vaziyatni siz ana ochiqchasiga ko'rsatib beryapsiz. Bu ochiqchasiga ko'rsatib berishingiz ham autoriya bilan doveriyani yaxshilab beradi sizda. Keyingi storiesda nimani qo'yasiz? Biz opa bilan bo'lgan vaziyatni ko'rdik, holatni tushundik. Biz ham iPhone telefonini olgan paytimizda biz ham yolg'on gapirib sotishgan ekan. Bilasizlar, biz trading xizmatidan foydalanamiz. Shuning uchun bizga yolg'on gapirib sotishgan ekan. Uzr, ayb bizda, tekshirib olmaymiz. Lekin vaziyatni shu yerda hal qilib berdik. Opaga xuddi shunaqa holatda yangisini qilib berdik. Sababi bizda 7 oylik garantiyamiz bor edi. Tushunyapsizmi? Mana bu sizda trigger bo'lib, ana 7 oylik garantiyasi turibdi. Siz bemalol nimadir muammo bo'lib qolsa 7 oygacha yoki 8 oygacha yoki 1 yilgacha bemalol garantiyangiz borligini ko'rsatib ommaga ochib beryapsiz. Ommani o'zi tushunib olyapti mana shu yerda. Bo'ldi o'sha. 7 oygacha garantiyamiz bor edi, shuning uchun biz buni alishtirib berdik. Opa, endi bizdan minnatdormisiz, rozimisiz? Opa aytdi, zo'r, xursandman, ming rahmat, yaxshi bo'ldi degan odzivini keyingi storiesda qo'yib borishingiz bo'ladi. Tushundingiz? Birinchi mana paragraf qanaqa bo'ladi? Birinchi storiesda auditoriyaning diqqatini oldingiz. Sraz deylik, anchadan beri bunaqa holatga tushmagandik degan o'sha holatda ko'rsatib berishingiz mumkin yoki boshqacha palajina bilan ko'rsatib berishingiz mumkin. Tushundingiz-a? Ya'ni birinchi storiesda deylik, rasm bilan ushlab oldingiz. Ikkinchisida jarayonni yana ham bo'rttiribroq ko'rsatib berdingiz videoda, nima bo'lganini ochiqchasiga aytdingiz. Keyingi storiesda uni yechim berib ketdingiz. Birinchisidayoq auditoriyaning diqqatini ushlab olish bu povod, info povod deyiladi biz tilda. Mana 7 oygacha garantiyamiz bor edi. Bizdan xohmay mahsulotni xarid qilsangiz, biz konkretni sizga alishtirib bera olamiz degan vaziyatni tushuntirishingiz bo'lsa, bu trigger hisoblanadi. Kelishdik-a? Trigger bu bog'lama. Ya'ni siz auditoriyaga nimanidir tushuntirib ketdingiz shu storiesda evaziga. Chiqib turib, assalomu alaykum, bizdan mahsulot oladigan bo'lsangiz, xudo xolsa 7 oygacha garantiyamiz bor, xohmasam bemalol buyurtma qilasiz deganingiz boshqacha ta'sir qiladi auditoriyaga. Deganingiz boshqacha ta'sir qiladi auditoriyaga. Bu yoq tarafda manaqa jarayon bilan, ya'ni qizim senga gapiraman, kelinim eshit degan anaqa atama bilan tushuntirib ketdingiz. Ana holat bilan, vaziyat bilan bog'lab tushuntirib ketganingiz bu boshqacha auditoriyaga ta'sir qiladi. Mana ikkinchi holatdagi sotuvlarga realniy ta'sir qiladi. Menimcha tushundingiz. Qarang, paragrafda asosiy maqsad, paragrafning asosiy vazifasi, demak, mijoz foydasini ko'rsatish, og'riqlarni ko'rsatib berish, ya'ni og'riqqa yechim borligi, og'riqni ko'rsatib, unga yechimingiz borligini ko'rsatib berish, xohishni uyg'otish, uni stressini kamaytirish. Ya'ni oylik to'lamasamchi, bunaqa bo'lsa-chi degan holatlarni ham agar sizda yechim bo'lsa, uni ham xuddi haligi boya aytgandek infopovodga ulab, sal triggerlar bilan, qanaqadir jarayonlar bilan storieslarni bo'lib qo'yib ko'rsatib berishingiz mumkin. Va asosiysi qo'rquvlarni olib tashlash kerak. Maksimum auditoriyadan qo'rquvlarni olib tashlash kerak. Shunda ular sizdagi sovuq holatdan issiq holatga o'tadi va sizdan sotib olishga tayyor bo'ladi. Menimcha tepadagilarni tushundingiz. Endi men infopovod bilan triggerni sal tushuntirib beray. Demak, infopovod yoki povod qanaqadir holatda, vaziyatda boshlanishi yoki jarayon yoki holat yoki bu kontentda hook qismi deyiladi, ya'ni auditoriyani ushlab olish qismi xuddi shunaqa bo'ladi. Bu infopovodga bo'lishi mumkin. Deylik, auditoriya xohlaydigan narsani ko'rsatib berish ham infopovodga kiradi. Ya'ni ular nimani xohlaydi ko'proq, deylik, iPhonening ochilishini xohlaydi, misol uchun. Men misol keltiryapman. Agar siz auditoriyangiz boshqacha bo'lsa, ularning xohishlaridan kelib chiqib, o'sha holatlarni ko'rsatib berish infopovodga kiradi. Misol uchun, bizda marketingda qanaqa infopovodlar qilishadi? Deylik, sayohatlarga chiqishadi ko'proq yoki bunaqa MacBook yoki bunaqa iPhone, mashinaqalar bilan infopovodlar qilishadi yoki moshinalar bilan Merc, Malibu, boshqa narsalar bilan infopovod qilishadi. Ya'ni o'sha narsani ko'proq ommaga ko'rsatib, kontentlarda ko'rsatib berish bu infopovod deyiladi. Ya'ni auditoriyaning havasini keltirish, sal bo'lsa ham menda ham shu narsa bo'lsa-ku degan narsani ko'rsatib berish, bular hammasi demak o'sha infopovodga kirib ketadi. Bu yo'lda trigger bo'ladigan bo'lsa, shu infopovod bilan boshlab turib, auditoriyaga nimanidir tushuntirib ketishingiz bu trigger deyiladi. Kelishdik? Akalar, yana bitta narsa, paragrafda quyidagi narsalar yashiringan bo'ladi. Nimalar? Birinchisi, siz shaxsiyatingiz, ekspertligingiz, qadriyatlaringiz, sizni produktingiz yoki qanaqadir mavzu. Mana shu narsalar yashiringan bo'ladi. Boya aytdim-ku, sizni boya nimangizni, produktingizni ochib berdik, taklifingizni ochib berdik. Ya'ni 7 oygacha bizda garantiya bor, bemalol alishtirib bera olaman degan sizni taklifingizni, xizmatingizni biz paragrafda yashirib o'tib ketib qoldik. Infopovod qildik, sahna ko'rinishlarni qildik, boshqa qildik, yashirib o'tib ketdik. Auditoriya o'zi tushunib oldi.
bo'ldi, bulardan olsam bo'ldi, adashmayman degan holatda o'zi uchun xulosa yasab oladi. Tushundingiz-a? Siz gapirmasdan sotasiz xolos autoriyaga paragraf orqali. Endi shaxsiyatingiz degan paytda qanaqa? Misol uchun siz o'sha telefon sotadigan do'koningizni deylik o'zingiz bloglarda chiqib, o'zingiz face sifatida, deylik biznes egasi face sifatida yuritadi yoki shaxsiy brendingiz bor, shaxsiy brendingizni yuritasiz. Shaxsiyatni ochib berish degani siz qanaqa insonligingizni, qanaqa shaxsiyatingiz borligi, shaxsiyatingiz qanchalik kuchliligini, qanaqadir plyus yaxshi odatlaringiz bor, mosh bo'lishi mumkin. Siz deylik har kuni ertalab onangizni, otangizni duosini olmasdan ko'chaga chiqa olmaysiz. Yoki kuniga 3 mahal telefon qilmasangiz, ular bilan kuningiz xotirjam bo'lmaydi, misol uchun. Shu narsani shaxsiyatingizni ochib berishda chiqib olib, assalomu alaykum, men to'g'risini aytsam, uyimdagilar bilan 3 mahal gaplashmasam yoki ertalab duosini olmasdan chiqmasam, вообще iloji yo'q deganingiz boshqa. Endi ularga boshqacharoq qilib, bugun meni eng muhim odatim esdan chiqib qoldi. Ketdi birinchi stories. Ikkinchi storiesda bilasizmi, men busiz xuddi kunim bebaraka, ishlarim o'xshamagandaqa va kun bo'yi asabzorlik va charchoq holatda yuraman. Uchinchi storiesga qo'yasizda, bu narsa sizga ham qiziqmi? Tipa ha yoki yo'q, aprosinг autoriyaning storiesda aktivligini oshirib olish uchun. Va keyingi storiesda aytyapsiz, bu meni ota-onamning duosi. Ertalab ularning duosini olmasdan to'g'ri ko'chaga chiqsam, menda ishlarim o'xshamagan, mana shunaqa holatlar bo'ladi. Shu uchun men bunga juda qattiq e'tibor berdim, lekin bugun ozgina mana shu narsa xayolimdan ko'tarildi, sababi ishga shoshdim. Uchrashuvim, muhim uchrashuvim bor edi. Bu yerda ikkita narsani tiqib ketdingiz. Birinchidan, muhim uchrashuvingizga kech qolmasligingizni tiqib ketsangiz bo'ladi. Muhim uchrashuvim bor edi, unga kech qolmaslik uchun vaqtida yetib bordim. Bu yoqda bu narsa duoni olish esdan chiqib ketibdi. Ikkita trigger yotibdi. Bittasi ota-onadan duosini olmasdan ko'chaga chiqmasdan shunaqa shaxsiyatingiz borligi, boshqalarga o'rnakligingizni ko'rsatib beryapsiz. Ikkinchidan bo'ladigan bo'lsa, uchrashuvlarga vaqtda borish, kechikmay borish degan narsani auditoriyaga ko'rsatib berasiz. Tushuntira oldim menimcha paragraf nimaligini. Xuddi mana shu narsalar. Bu narsani qilib boradigan bo'lsangiz, auditoriyada papitka degan narsa bor. Auditoriyani sizga bo'lgan bitta miyasidagi anaqalar, bloklari, boshqalari, to'siqlari yechilib boraveradi. Papitkalar ma'lum vaqtga yetganda auditoriya o'zi sotib olishga tayyor bo'ladi. Kimgadir 3 ta papitka yetarli bo'lar. Ya'ni 2 ta ekspertligingizni, bitta shaxsiyatingizni ochib beradigan paragraf qilsangiz yetar. Kimgadir 3 oylab, 6 oylab, 1 yillab ham paragraf qilish mumkin. Shuning uchun Reels orqali biz auditoriya olib kiraveramiz. Stories orqali to'g'ri paragraf qilib, auditoriyani pishirib olib boraveramiz. Kun keladi, ular har kun sotib oladigan holatga keladi. Kelishdik-a? Menimcha men sizlarga paragraf temasini tushuntirib bera oldim. Qisqacha, sodda, tushunarli qilib. Endi bu katta tema, bu 2 oylik kursda o'rganish kerak, chuqur o'rganaman deydigan bo'lsangiz, mana shu boshlang'ich etaplarni qilib ko'ring, sekin pishib, natijasini, effektini ko'rasiz. Men o'ylayman, agar bir hafta paragraf qiladigan bo'lsangiz, o'sha sразу auditoriyaning aktivligi, ularning reaksiyalari, bu narsalar ham ancha o'zgarib qoladi sizga nisbatan. Kelishdik. Xuddi mana shu texnikani qo'llab, auditoriya olib kirib, auditoriyani storieslarda paragraf qilib, o'zimning xizmatlarimni 1000 ta dona stories ahvati bilan $10,000 dan balandroqqa sotishi rejasini planni qilgandim, lekin bu men o'ylagandan ham tezroq bo'lib qoldi. Qanaqa? Men o'sha bu realitini challenge boshladim. Shuni qilib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu o'sha sahifamga obuna bo'ling degan targetimni yoqqanimda-yoq, o'sha adashmasam men 3 ta yoki 4 ta o'sha klientlar o'sha target orqali kirib kelishdi. Bir kun, 2 kun ham turmasdan, ukam, "Davayte, men ko'rishaylik, bitta gap bor." Xullas, mana shunaqa xabarlar kelishni boshladi. Ko'rishdik. Bittasi o'sha Abdulaziz aka bilan ko'rishdik. Undan tashqari bitta mebel sohasida Asadbek degan yosh yigit, o'zimiz tengqur bola bilan ko'rishdik. Shu target orqali oksigen qurilish hausini ham shu orqali переговорimiz chiqib qoldi, o'xshab qoldi. Ular bilan oldin ham kontakt qilganmiz, o'sha qurilish sohasi bilan, lekin hech o'xshamay yurdi. Shu targetimiz sabab bo'lib qoldi. Shu bilan ko'rishdik ular bilan. Shu 3 ta proyekt asosan demak bizga shu kelishdi. O'sha bir kun o'tib o'tmasdan o'sha bog'lanib, "Davayte gaplashaylik", boshqa bo'ldi. Keyingisi mana Ulug'bek aka doktor bilan ish boshlaganmiz. Bu kishi o'sha oldinroqdan bizni kuzatib yurardi, chunki oldin men o'zim kursimni ham qilganlar aka. Shu kishi ham bizni xizmatimizni sotib oldilar. Obshe umumiy hisoblaganda hozir bir chekkadan sizlar bilan kimlar sotib oldi, qanaqa holat bo'ldi, shularni bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Kelishdik. Keling endi shu texnikamiz qanchalik ishladi, qanaqa sotuvlarni qildik, shular haqida bir bahsga gaplashamiz. Asosiy oxirgi qismiga keldik. Ya'ni bu realitini bajara oldingmi, bajara olmadingmi, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchisi o'sha Asadbek mebel sohasida yangi boshladik. Asosan bu bilan komanda hozir shug'ullanishyapti. Men chunki men zapusk bilan band bo'lib qoldim. Lekin bolalar yaxshi boshlab olishdi, xudo xolasa. Asadbek bilan 3 oylik shartnoma qildik va to'lovlarni konkretni to'lov amalga oshirish, 1 oy ichida to'lovlarni amalga oshirishga kelishdik. Umumiy summamiz $3,000 taklifini berdik, har oyga $1,000 dan.
lekin o'zlaridagi polojeniyaning boshqani tushuntirganliklari uchun va bizni realityimizda ya'ni o'zimiz ham birinchi deylik keyslar bo'lganligi uchun realityimiz bo'lganligi uchun ham 2400 ga ya'ni $8 uch oyga kelishdik va shartnoma qildik. Mana ko'rishingiz mumkin, shartnoma bu tarafda akamizga aytamiz, chiqazib beradilar. Ulug'bek aka bilan, doktor bilan tanishimiz bo'lganligi uchun va bundan oldin o'zimiz kurslarda o'qidilar. Davay professionalroq yondashaylik deganliklari uchun u kishi bilan boshladik. U bilan ham hozir komanda asosan shug'ullanishyapti. O'zimni почти vaqtim bo'lmayapti u kishiga. Bundan buyog'iga xudo xolsa birgalikda ishlaymiz. U kishi bilan 3 oy shartnoma qildik. Tanishimiz bo'lganliklari uchun, nisbatan soha kengroq bo'lganligi uchun, ish osonroq bo'lganligi uchun 2100 ga kelishdik. Demak, 3 oylik xizmat 2100, u kishi ham o'sha 1 oy ichida to'lov qilib berishlari, boshiga to'lov qilishdi va qolgan qismini to'lovini ham qilib berishdi. Demak, общий hisobda shu yerda hisoblaydigan bo'lsak, 4,5 minglik уже xizmatimiz sotildi realityimizda. Keyingisi Abdulaziz aka bilan shartnoma qildik. Abdulaziz aka sohalari nechalari sal qiyinroq, sababi Xitoydan mebel uskunalari yoki umuman liboy texnika, liboy soha biznes bo'ladigan bo'lsa, o'sha biznesga CNC texnologiyalari bo'yicha qolip uskunalarni olib kelib berish bilan shug'ullanadilar va bo'yicha ekspertlar. Shu kishi bilan ish boshladik. Birinchi uchrashuvimiz o'sha chaqirdilar, shu Instagram orqali ko'rib, boshqa qilib borib ko'rishdik, gaplashdik, sohani o'rgandik va u kishini kutuvlarini to'g'irlash uchun taklif berdik ikkinchi uchrashuvda va bu taklifimizni ko'rib chiqdilar-da, ma'qul keldi. Shu bo'yicha shartnoma imzoladik. Shartnomani ko'rishingiz mumkin. 3 oyga $2800 ga, ya'ni 3000 taklif berdik va o'sha $200 o'tib berishga kelishib $2800 ga nima qildik. Demak, общий hisobda mana ko'rishingiz mumkin. Summani 4,5 ming plus 2800 holat bo'ldi. Keyingi proyektimiz bu E'zoz opa, dietolog. Bu kishi ham shu Instagram orqali ko'rib murojaat qildilar bizga. Bu kishi bilan ham birinchi shaxsiy brend masalasida gaplashmoqchi edik, lekin уже Instagramda 2000 taga yaqin o'sha paytda auditoriyalar bor edi, 195 ming plus auditoriyalar bor edi. Opa bilan kelishib ish boshladik. U kishi bilan hozir zapusk jarayonimiz davom etyapti. Xudo xolsa shu oy 15-16 atrofiga menimcha zapuskga o'tkazamiz. Dietologiya bo'yicha bozorda zapusk produkt tayyorladik. Opa bilan $1000 ga shartnoma qilganmiz. Fiksaga endi bu yoqdan zapuskga 50-50 holatda kelishganmiz. Endi $1000 qo'shamiz xolos bu yoqqa. Sababi zapuskimizda hali mana 10-realityimiz 10 kun tugaganligi uchun hali zapuskimizga bor. Uni tugashiga 15-yilga tugadi. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, hali uni sotuvlarni konkretni yopmadik va pulni hali arra qilishimiz kerak bo'ladi 50-50. Investitsiya ham shunga yarasha 50-50 bo'ladi. Va so'nggisi asosiy katta xizmatimizni sotganlarimizdan bittasi Oxygen House qurilish kompaniyasi bo'ladi. Bular bilan zapuskga xonadonlarni Namanganda birinchi bo'lib zapusk texnologiyasi orqali kvartira xonadonlarni sotish bo'yicha dogovorni qildik va birinchi bo'lib Namanganda bu o'tkazdik. Xudo xolsa ancha chiroyli bo'ldi. Bu bo'yicha men ertaga keyingi videoyimiz chiqadi. Uni ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, bu xizmatimizni fiksa qismini $8000 ga olib kelishdik. Va undan tashqari zapusk yakunlangandan keyin sotuvlardan ma'lum bir foizga ham gaplashdik. Sababi qurilish sohasida ancha bilasizlar yaxshigina qoladi. Shuning uchun ham biz xizmatlarimiz ham shunga yarasha bo'ldi. Bor fokusimiz shu bilan band bo'lib qoldi. To'g'risi oxirgi 15-20 kunda, ya'ni o'sha aprelning 15-laridan boshlab shu oy mana 5-sanalarigacha, may 5-sanalarigacha qoldi o'sha qurilish sohasidagi zapusk bilan band bo'lib qoldik. Shuning uchun ham bunga to'g'risini aytsam qimmatroq yuradi, chunki risk baland va bu xudoga shukr muvaffaqiyatli o'tdi. Qurilish kompaniyasiga $1 million dan oshiqroq sotuvlarni amalga oshirib berdik. 30 ta atrofda kvartiralar, xonadonlarni sotdik. O'zi 50 ta xonadonlar bor edi. Bitta patent sotuvini olgandik. Shundan 30 tasini sotuvini qildik. Buni konkretni hujjatlar boshqalari bor. Agar nima qiladigan bo'lsangiz, bemalol Oxygenga borib, mashina qilib turadilar. Davay ko'rsatib bering menga, achotlarni ko'rsatib bering desangiz, bemalol ochib berishadi. O'sha 30 ta plus minus undan menimcha hozir mana bu videoni 7-kuni olyapmiz. O'sha bu 5-kunlik statistika edi bizda. Mo'sh yana sotuvlar davom etayotgan 10-gacha. Undan u yo'q ham davom etadi, aytmoqchi bo'lganim. Yana qo'shilishi mumkin demoqchiman. Umumiy hisobda o'sha $1 million dan oshiqroq sotuvlar amalga oshirildi. Endi bundan o'zimizga o'sha ulushlarimiz bor. Buni xudo xolsa shu sotuvlar yakunlangandan keyin bo'lishamiz. Asosiysi, demak, fiksamiz $8000. Tushundingiz-a? Shu asosiy proyektlar bilan band bo'ldik. Endi keling hammasini hisoblab chiqamiz. Biz demak bir oyda $10,000 dan balandroq sotuvlarni amalga oshirishimiz kerak edi. 8000 plus $1000 9000 bo'ldi. $2800 Abdulaziz akaniki bo'ldi. Qancha bo'ladi? 11800 bo'ldi. Keyin u yoqda 4,5 mingimiz bor edi. Umumiy hisobda 16300 lik xizmatimiz sotimimiz shu bir oy davomida
Ну, bundan tashqari yana mana zapuskimizdan tushumlar bor. Bu tarafda mana qurilishdagi zapuskdan ham hali sotuvlar yakunlanmadi. Bu bilan kelishganim sotuvlar foizlarni hali taqsimlaganimiz yo'q. Aytmoqchi bo'lganim fiksani o'zida 16 ming atrofida sotuvlarni amalga oshiramiz 16300. To'g'ri, bundan misol hali doktordan yana to'lov qiladigan joylari bor. Abdulaziz akada yana to'lov qiladigan joylari bor, lekin umumiy hisobda qolganlarni hisoblasak, уже 10 mingdan oshibdi. Demak, bu realitni bajaramiz. Bundan xulosa yasaydigan bo'lsak, rostdan ham Namangan sharoitida bemalol media sohasida, marketing sohasida Instagram orqali kichkina mikrobloglarda ham 10 ming dollardan balandroq sotuvlarni amalga oshirish mumkin. Boshqa sohalarda ham agar sizni produktingiz yoki boshqa xizmatlaringiz arzonroq bo'ladigan bo'lsa ham, misol uchun bo'lishi mumkin telefon. Telefonlar ham bilasiz, normalniy o'sha iPhone oxirgi rusumlari 1000 dollar shunaqa atrofida turadi. Shundan ham hattoki undan ham balandroq sotuvlarni amalga oshirish mumkin kichkina bloklarda. Umumiy xulosa yasaydigan bo'lsa akalar, million obunachi yoki million prosmotr, boshqa mana shunaqa narsalarga fokus qaratamiz juda ko'p holatlarda, lekin bor auditoriyamizga ham sotishni bilmay qolamiz ba'zida. Aslida algoritm qanaqa ishlaydi? Boya tushuntirgandagi Reels target orqali biz auditor olib kiraveramiz, stories orqali, content marketing orqali, to'g'ri, xuddi shunaqa boya o'rgatgandaqa paragraflar orqali biz maksimum auditoriyani tayyorlab, ularga sotishimiz mumkin. Hattoki 1000 ta stories bilan ham normalligini avorotlar qilsak bo'ladi. Menimcha qo'ldan kelgancha tushuntirib bera oldim. Aytmoqchi asosiysi, men va'da berdim, agarda bu realitini bajara olmasam, o'zim bilan bir kishini sharm-el-Shayxga olib ketaman deb, bajardim. Yaqingacha shunaqa fikrim turuvdi. Bajarsam ham bir kishini olib ketaman. Buni yaqinlarim bilishadi, komandamdagilar ayniqsa. Bajarsam ham, bajarmasam ham bir kishini olib ketaman deb turuvdim. Lekin rejalar o'zgardi. Sababi bir bo'lsa, Abdulaziz aka ekspertimiz bilan Turkiyaga ketishimiz mumkin. Men sharm-el-Shayxga reja qilib turuvdim. Abdulaziz aka aytdilar, "Men Turkiyaga ketaman shu 15-yildan keyin, men Misrga ketaman" dedim. Agar nima qilsangiz, men bilan birga ketavering. Birgalikda dam olib kelamiz degan fikr aytib qoldilar. Keyin men ham aytdim, aka, agar birga boradigan bo'lsak, bir bo'lsa o'sha kontentlar ham qilib kelishimiz mumkin degan ideya turibdi. Lekin bu hali aniq emas, endi aniq bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim o'zim yo Sharm-el-Shayxga yo xudo xolasa Turkiyaga ketadigan turibman dam olishga. Chunki oxirgi 15-20 kunda to'g'risi ancha kechki payt mana 1-2 gacha rostdan ham shunaqa bo'ldi. Erta turib, kechki payt kech shunaqa organizm normalligina charchab qoldi. Hozir ham mana soat 10:30 bo'lyapti. Hali ham syomka jarayonidamiz komanda bolalar bilan. Bunaqa mehnatdan keyin menimcha bir dam olib turish kerak deb o'yladim. Bu sayohatning natijasini xudo xolasa aniqini Instagram orqali shu mana 15-16 kun bo'ladigan dietolog zapuskini o'tkazgandan keyin e'lonni qilamiz. Menimcha bu video orqali nimadir sizlarga ko'rsatib bera oldim. Aynan shu paragraf qismida sizlarga ozgina bo'lsa ham bilim, tajriba ulasha oldim degan umiddaman. Agarda oramizda qaysidir sohada mutaxassis yoki soha egasi yoki bo'lgan tadbirkor yoki qanaqadir biznesi bor va buni ijtimoiy tarmoqlarda yuritayotganlar bo'lsa, ma'lum bir auditoriyaz bo'ladigan bo'lsa, shu auditoriyazga to'g'ri paragraflar orqali, storiesdan to'g'ri yoritish orqali sotuvlarni foizini, konversiyasini oshirish bo'yicha to'g'risi bepulga konsultatsiya tayyorladim. Bu mutlaqo bepul, faqatgina soni cheklangan bo'ladi. Atigi 3 kishi bilan bu konsultatsiyani amalga oshira olamiz, xolos. Ularning orasidan agarda sohasi ma'qul keladigan bo'lsa, yoki umuman biznesi ma'qul keladigan bo'lsa, yoki o'zlari ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xolasa, agar kelishib nima qiladigan bo'lsak, taklifimizni ko'tara oladigan bo'lsa, bir kishi bilan faqat bizda bitta bo'sh joy bor. Bir kishi bilan shu zapuskga yoki sotuvlarni oshirishga yoki performans marketingga birga ishlashimiz ham mumkin. Bo'lmadi deganda shu 3 ta bepulga konsultatsiyamiz bor. Pastda men bu qismda havola qoldirganman. Google formaga o'tib, savollarga bemalol javob beradigan bo'lsangiz, siz aytaman, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar yoki ijtimoiy tarmoqingiz bo'lsa muhimi, unda auditoriyaz bo'ladigan bo'lsa, sizga shu mavzularda xudo xolsa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Faqat shoshiling, atigi 3 tagina odam bilan bu ishni amalga oshira olamiz, xolos. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bugun nimadir bergan bo'lsam xursandman. Vaqtingizga rozi bo'ling. Izohda nimadir olib ketgan bo'lsangiz, izohlarda yozib keting. Eng chiroyli va foydali izoh yozgan insonga ham $10 xudo xolsa sovg'amiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda qanaqa $1 million qurilish sohasida sotuvlarni amalga oshirganligimiz bo'yicha video chiqadi. Bu videoni ham birgalikda xudo xolsa ko'rishimiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar.